Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim har bir oilaga, ayniqsa pensionerlarga, pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan fuqarolarga va ota-onasining pensiyasi bilan qiziqadigan farzandlarga bevosita tegishli masalani batafsil tushuntirib beraman. Gap pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya. Pensiya miqdorining qayta ko'rib chiqilishi, hujjatlar va hisob-kitoblardagi nozik joylar haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki ko'pchilik aynan bilmaslik sababli o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. Hujjatdagi xato tufayli kamroq pensiya oladi yoki indeksatsiya bo'lganda nega pensiyasi boshqalarnikidan boshqacha oshganini tushunmaydi. Men bugun masalani oddiy tilda hayotiy misollar bilan bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar sizga ham, yaqinlaringizga ham amaliy foyda beradi. Avvalo shuni tushunib olaylik, pensiya degani shunchaki har oy beriladigan pul emas. Pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya turi, shuningdek davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdorlar va indeksatsiya tartibi hammasi ta'sir qiladi. Ilgari ko'p odamlar pensiya tayinlangandan keyin endi hammasi tugadi, miqdor o'zgarmaydi. Faqat davlat oshirsa oshadi deb o'ylardi. Aslida esa pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim hollarda qayta hisob-kitob qilish mumkin. Masalan, odam keyinroq qo'shimcha ish stajini tasdiqlovchi hujjat topsa, arxivdan ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma olsa yoki oldin hisobga olinmagan davrlar aniqlansa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Hozirgi o'zgarishlarning eng muhim tomoni shundaki, pensiya tizimida shaffoflik, elektron ma'lumotlar, indeksatsiya va qayta hisoblash masalalari to'g'ri dolzarb bo'lib bormoqda. Ya'ni fuqarodan faqat kutib o'tirish emas, o'z hujjatlarini tekshirish, ma'lumotlar bazasida hammasi to'g'ri aks etganini bilish. Kerak bo'lsa murojaat qilish talab etiladi. Men ekspert sifatida eng ko'p uchraydigan muammoni ko'raman. Odamlar pensiya yoshiga kelganda hujjat izlashni boshlaydi. Vaholanki, stajdagi bitta yil ish haqidagi bitta noto'g'ri raqam, familiyadagi bitta harf xatosi keyinchalik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Avval ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlarga qattiq bog'liq edi. Mehnat daftarchasi asosiy manba bo'lgan, arxiv ma'lumotnomalari alohida so'ralgan. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar korxona yoki arxiv orqali tasdiqlangan. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, hujjat topish qiyinlashgan. Ayrim odamlar men 25 yil ishlaganman deb bilgan, lekin hujjatda 21 yil ko'ringan. Natijada pensiya hisobida farq paydo bo'lgan. Endi esa elektron tizimlarning ahamiyati oshmoqda. Fuqaroning rasmiy ishlagan davrlari, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar, ish haqi ma'lumotlari, ayrim ijtimoiy to'lovlar va murojaatlar elektron shaklda tekshirilishi mumkin. Bu yaxshi tomoni. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar elektron bazada ma'lumot to'liq bo'lmasa yoki eski davrdagi ish joyi kiritilmagan bo'lsa, fuqaro o'zi tekshirtirmasa, kamchilik uzoq vaqt bilinmay qoladi. Indeksatsiya masalasiga kelsa, ko'pchilik buni hammaning pensiyasi bir xil foizga oshadi deb tushunadi. Amalda esa pensiya turlari qo'shimcha to'lovlar, eng kam pensiya miqdori, ustamalar, nafaqalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar turlicha tartibda o'zgarishi mumkin. Masalan, bir pensionerning asosiy pensiyasi oshadi, lekin ustama qismi boshqa tartibda qolishi mumkin. Yana bir pensioner eng kam miqdorga bog'langan bo'lsa, uning oshishi boshqacha seziladi. Shuning uchun qo'shnimniki 200 ming so'mga oshdi, menikisi 120 ming so'mga oshdi. Demak, menga kam berish deb darhol xulosa qilish noto'g'ri. Avval hisob-kitob tuzilmasini ko'rish kerak. Birinchi navbatda pensiyaga chiqishiga 2-3 yil qolgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Men ularga har doim shuni aytaman. Pensiya yoshiga yetgan kuni hujjat yig'ishni boshlashga bo'lishi mumkin. Hozirdanoq mehnat daftarchangizni, diplomangizni, harbiy xizmatga oid hujjatlarni, farzand parvarishi davrlariga oid ma'lumotlarni, eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv hujjatlarini tekshiring. Ayniqsa 1910-yillar, 2000-yillar boshidagi ish joylari bo'yicha hujjatlar ko'pincha muammo tug'diradi. Ikkinchi guruh allaqachon pensiya olayotganlar. Siz, men pensiyadaman. Endi nima qilaman demang. Agar sizda oldin taqdim qilinmagan staj hujjati bo'lsa, ish haqi haqida yangi ma'lumotnoma topilgan bo'lsa yoki pensiya tayinlanganda ayrim davrlar hisobga olinmagan deb gumon qilsangiz, qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilishga haqlisiz. Bu har doim ham
pensiyani katta summaga oshiradi degan emas, lekin tekshirtirish mumkin. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar va boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifalarda pensiya va nafaqa turiga qarab hujjatlar boshqacha bo'ladi. Masalan, boquvchini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlarda vafot etgan shaxsning ish staji, oila a'zolarining maqomi, farzandlarining yoshi o'qish holati muhim. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, bu alohida tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Hujjat yangilanmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki noto'g'ri hisoblanishi ehtimoli bor. 4-guruh norasmiy ishlagan yoki ish joyi ko'p almashgan odamlar. Agar odam 20 yil ishlab, lekin faqat o'tgan yili rasmiy qayd etilgan bo'lsa, pensiya hisobida aynan rasmiy tasdiqlangan davrlar asos bo'ladi. Shuning uchun men amalda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat, buyruq, ish haqi qaydnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat shartnomasi, elektron yozuv kerak bo'ladi. Birinchi misol. Faraz qilaylik. Mavluda opa 2 yil maktabda ishlagan. Pensiya tayinlanganda tizimda 27 yil staj ko'ringan. Sababi u 1934-1937 yillarda boshqa tumandagi maktabda ishlagan. Lekin o'sha davr bo'yicha yozuvda maktab nomi o'zgargani sababli arxiv ma'lumotnomasi to'liq olinmagan. Mavluda opa 3 yil nima bo'lardi deb o'ylash mumkin. Lekin pensiya hisobida qo'shimcha staj ayrim hollarda miqdorga ta'sir qiladi. U arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan buyruqlar nusxasini, ish haqi qaydlarini topsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada har oy ozgina farq chiqsa ham, bu yil davomida sezilarli pul bo'ladi. Ikkinchi misol. Rustam aka zavodda ishlagan, keyin yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. U pensiyaga chiqayotganda men 35 yil mehnat qildim deydi. Lekin tekshiruvda rasmiy staj 24 yil chiqadi. Chunki tadbirkorlik davrida majburiy to'lovlar to'liq amalga oshmagan yoki ma'lumotlar bazada aks etmagan. Bu yerda asosiy saboq shuki, o'zini o'zi band qilgan, tadbirkorlik qilgan. Mavsumiy ishlagan fuqarolar to'lovlar tarixi va rasmiy qaydlarni oldindan tekshirishi kerak. Aks holda pensiya yoshida men ishlaganman degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. 3-misol. Dilbar opa pensiya oladi. Davlat indeksatsiya e'lon qilgandan keyin uning pensiyasi 1 ming so'mga oshdi. Qo'shnisi esa 220 ming so'm ko'proq ola boshladi. Dilbar opa menga kam qo'shildi deb o'ylaydi. Aslida qo'shnisining pensiya tarkibida boshqa ustama. Ish staji farqi yoki eng kam miqdorga bog'langan qo'shimcha bo'lishi mumkin. Bu holatda eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli elektron xizmat orqali pensiya tarkibini ko'rish. Qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi ustama, qaysi qismi kompensatsiya, qaysi qismi indeksatsiya asosida o'zgarganini bilmasdan turib xulosa qilish noto'g'ri. 4-misol. Akmal aka pensiya yoshiga yaqin. Mehnat daftarchasida familiyasi bir joyda Karimov, boshqa joyda Karimov deb yozilgan. Oddiy xatoga o'xshaydi. Lekin hujjatlarni tekshirishda aynan shu xato stajini tan olishda muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda ish joyi, arxiv yoki tegishli idora orqali yozuvni tasdiqlovchi hujjat olish kerak bo'ladi. Agar hujjatda tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, lavozim, buyruq raqami mos kelsa, muammoni hal qilish osonlashadi. Shuning uchun familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishga kirgan va chiqqan sanalarini albatta tekshirish kerak. Agar sizning barcha ish davrlaringiz rasmiy bo'lgan, ish beruvchi to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan, mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Men xavotir olmang deganda umuman qaramang demayman. Farq shunda. Hujjatlari tartibli odam odatda faqat tasdiqlash va kuzatish bilan cheklanadi. Muammoli stajga ega odam esa faol harakat qilishi kerak. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va pensiya tayinlanishidan oldin barcha hujjatlaringiz tekshirilib, sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, indeksatsiya jarayonida faqat yangi miqdorni nazorat qilasiz. Lekin sizga hisob-kitob tushuntirilmagan bo'lsa, qog'ozga imzo qo'ydim, bo'ldi deb yurmaslik kerak. Pensiya tayinlanganda fuqaro o'zining staji, hisobga olingan ish haqi davri va pensiya turi haqida aniq tushunchaga ega bo'lishi lozim. Eng muhim nozik nuqta shuki, pensiya oshishi bilan qo'lga tegadigan summa har doim bir xil ko'rinmaydi. Ba'zan qarzdorlik, aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan summani ushlab qolish, bank kartasi bilan bog'liq ushlanmalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan, lekin ma'lum ushlanma sababli kartaga kamroq tushgan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun pensiya hisob varaqasi yoki to'lov tafsilotini ko'rish kerak.
Ikkinchi nozik nuqta, pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Ba'zi odamlar men ham pensionerman deydi, lekin u yoshga do'ri pensiya emas. Ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya yoki oshirish tartibida bu toifalar farq qilishi mumkin. Shuning uchun siz avvalo qaysi turdagi to'lov olayotganingizni bilishingiz kerak. Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Uchinchi nozik nuqta, ish staji ham davrlar bo'yicha avtomatik qabul qilinmaydi. O'qish davri, harbiy xizmat, bola parvarishi, chet elda ishlash, norasmiy mehnat, fermer xo'jaligidagi ish, mavsumiy ishlar har biri alohida hujjat va alohida tartib talab qilishi mumkin. Masalan, odam men institutda o'qiganman, demak stajga kiradi deb o'ylaydi, lekin qaysi davr, qaysi ta'lim turi, qaysi qonunchilik davrida qaysi hujjat bilan tasdiqlanishi kerakligi muhim. Bu masalani umumiy gap bilan hal qilib bo'lmaydi. Har bir holat alohida tekshiriladi. 4-nozik nuqta, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ish haqi ham ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan fuqaro ko'p yil ishlagan bo'ladi, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumotlar past ko'rsatilgan yoki ayrim oylar yo'q. Agar eski korxona arxivida to'liq qaydnoma saqlangan bo'lsa, yaxshi. Agar saqlanmagan bo'lsa, boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan xato, odam faqat mehnat daftarchasini olib boradi, ish haqi ma'lumotini so'ramaydi. Natijada pensiya hisobida imkoniyat to'liq ishlatilmasligi mumkin. 5-nozik nuqta, chet elga chiqib ketgan yoki boshqa davlatda ishlagan fuqarolar. Bunday holatda xalqaro kelishuvlar, hujjatlarning tarjimasi, tasdiqlanishi, mehnat davrini tan olish tartibi bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa davlatda ishlagan bo'lsangiz, u yerda ishlaganim bu yerda avtomatik ko'rinadi deb o'ylamang. Hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak. 6-nozik nuqta, indeksatsiyadan keyin ariza berish kerakmi yoki yo'qmi? Umumiy oshirishlar odatda tegishli tizimlar orqali avtomatik amalga oshiriladi. Lekin shaxsiy holat bo'yicha qayta hisoblash, qo'shimcha staj kiritish, noto'g'ri ma'lumotni tuzatish, ustama olish kabi masalalarda fuqaroning murojaati zarur bo'lishi mumkin. Ya'ni umumiy indeksatsiya uchun har bir pensioner alohida ariza yozishi shart bo'lmasligi mumkin, ammo shaxsiy xato yoki qo'shimcha hujjat bo'lsa, albatta harakat qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni aniq bosqichlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylari bo'yicha buyruqlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv hujjatlari bo'lishi kerak. Agar hujjatda ism, familiya o'zgargan bo'lsa, buni bog'lab beradigan hujjat albatta kerak. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi juda muhim bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri, lavozim yozuvi aniqmi, shuni ko'ring. Agar biror joyda sana o'qilmasa, muhr yo'q bo'lsa, yozuv noto'g'ri bo'lsa, oldindan tuzatish choralarini ko'ring. Bu ishni pensiya yoshiga yetganda emas, oldinroq qilish kerak. 3-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz? Korxona hozir bormi yoki yopilganmi? Nomi o'zgarganmi? Arxivi qayerga topshirilgan? Shularni yozib chiqing. Bu oddiy daftar varag'i bo'lsa ham mayli, lekin tartib bilan yozing. Masalan, 1993-yillar tuman savdo boshqarmasi, 1993-2000-yillar tikuv fabrikasi, 2000-2010-yillar maktabi, 2010-2024-yillar xususiy korxona. Shunday ro'yxat bilan murojaat qilsangiz, mutaxassis ham tezroq tushunadi. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman, shahar yoki idoraviy arxivda saqlanishi mumkin. Arxivdan odatda ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi qaydnomalari, shaxsiy varaqa kabi hujjatlar so'raladi. Murojaatda to'liq ism, familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan davringizni, korxona nomini va lavozimingizni aniq yozing. Men o'sha yerda ishlaganman. Topib bering degan umumiy murojaat ishni qiyinlashtiradi. 5-qadam, pensiya bo'limiga yoki vakolatli xizmat markaziga borishdan oldin savollaringizni yozib oling. Men odamlarga doim aytaman. Idoraga borganingizda hayajon bilan yarmingiz esdan chiqadi. Shuning uchun oldindan savollarni yozing. Masalan, mening umumiy stajim necha yil deb olinmoqda?
qaysi davrlar hisobga kiritilmagan, ish haqi qaysi yillar bo'yicha olingan, indeksatsiyadan keyingi yangi miqdor qanday hisoblangan, qanday qo'shimcha hujjat topshirsam qayta ko'rib chiqiladi. Murojaatimga yozma javob olsam bo'ladimi? 6-qadam og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda muammoni aniq yozish kerak. Masalan, mening 1995-1999 yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajimga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini ilova qilaman. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq murojaat natija beradi. Pensiyam kam. Ko'rib bering degan murojaatda esa masala noaniq bo'lib qoladi. 7-qadam bank kartangiz va to'lovlarni tekshiring. Pensiya oshganidan keyin kartaga tushgan summa bilan rasmiy hisob-kitobni solishtirishtiring. Bankdagi ushlanma, kredit to'lovi, qarzdorlik yoki boshqa sabab bor yo'qligini aniqlang. Ba'zan muammo pensiya hisobida emas, bank yoki majburiy ushlanmalarda bo'ladi. 8-qadam yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Arxivga qanday murojaat qilishni bilmaydi. Hujjatlarni tartibga solishda qiynaladi. Farzandlar va nabiralar bu yerda katta yordam berishi mumkin. Ota-onangizning mehnat daftarchasini birga ko'rib chiqing, hujjatlarni skaner qiling, alohida papkaga joylang, yo'qolgan hujjatlar ro'yxatini tuzing. Bu oddiy yordam ertaga katta muammoning oldini oladi. Men alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida eng kuchli hujjatlar bu rasmiy yozuvlar. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi qaydnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy xizmat hujjati, diplom, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik holatida vafot etgan shaxsga oid hujjatlar. Har bir hujjatda ism, familiya, sana va tashkilot nomi mos bo'lishi kerak. Agar hujjatlarda xato bo'lsa, uni yashirmang. Aksincha, oldindan ko'rsating va tuzatish yo'lini so'rang. Masalan, eski hujjatda Abdullayeva o'rniga Abdullayev yozilgan bo'lsa, bu ayrim hollarda texnik farq bo'lishi mumkin. Lekin ba'zan qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Agar tug'ilgan sana bir joyda 12 may, boshqa joyda 20 may bo'lsa, bu jiddiyroq masala. Bunday holatda fuqarolik holati dalolatnomalari organi arxiv yoki sud orqali aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Birinchi xato pensiyaga chiqish kuni kelguncha kutish. Bu eng katta xato. Hujjat topish, arxivdan javob olish eski korxonani aniqlash vaqt oladi. Shuning uchun 55-60 yoshdan keyin emas, undan oldin ham hujjatlarni tartibga keltirish foydali. Ikkinchi xato, qo'shnining pensiyasi bilan o'z pensiyasini solishtirish. Har bir odamning staji, ish haqi, pensiya turi, ustamasi, oilaviy holati, imtiyozi boshqacha. Solishtirish faqat umumiy tasavvur beradi, lekin huquqiy asos bo'la olmaydi. Uchinchi xato, norasmiy ishga ishonish. Agar ish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin uni pensiya uchun tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Hozir ishlayotgan odamlar ham buni tushunsin. Bugungi konvertdagi maosh ertangi pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. Rasmiy ish haqi va to'lovlar kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz uchun muhim. 4-xato, hujjatlarning asl nusxasini ehtiyotsiz saqlash. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, eski diplom, harbiy bilet yo'qolsa tiklash mumkin. Lekin bu vaqt va asab talab qiladi. Hujjatlarni alohida papkada, namlikdan, yirtilishdan, yo'qolishdan himoyalangan holda saqlang. Nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. 5-xato, murojaatdan keyin javobni kuzatmaslik. Siz ariza berdingizmi? Qabul qilingan raqamini oling. Qachon javob berilishi kerak? Kim ko'rib chiqadi? Qanday natija bo'ldi? Shuni kuzating. Rasmiy jarayonda izchillik juda muhim. Endi indeksatsiya mohiyatini oddiy qilib tushuntiraman. Narxlar oshadi, kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat, transport xarajatlari o'zgaradi. Pensionerning daromadi esa ko'pincha faqat pensiyaga bog'liq bo'ladi. Indeksatsiya davlat tomonidan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlarni iqtisodiy sharoitga moslashtirish vositasidir. Ya'ni maqsad pensionerning xarid qobiliyatini butunlay tushib ketishidan himoya qilish. Lekin indeksatsiya har bir odamning barcha xarajatini to'liq qoplaydi deb kutish ham real emas. Masalan, bir pensionerning asosiy xarajati dori-darmon bo'lsa, narx oshishini ko'proq sezadi. Boshqa pensioner qishloqda yashab, oziq-ovqatning bir qismini o'zi yetishtirsa, oshishni boshqacha sezadi. Shu sababli indeksatsiya umumiy mexanizm, lekin har bir oilaning holati alohida. Agar pensiya 10% ga oshdi deyilsa, bu hamma kartasiga aynan
bir xil summa qo'shiladi degani emas. 1 million so'm pensiya oladigan odamda 1 ming foiz 100 ming so'm bo'ladi. 2 million so'm oladigan odamda 200 ming so'm bo'ladi. Agar eng kam miqdorlar, ustamalar yoki boshqa cheklovlar bo'lsa, hisob yanada murakkablashadi. Shuning uchun men har doim foizga emas, yakuniy hisob kitobga qarashni tavsiya qilaman. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda oxirgi to'lovingizni oldingi oylar bilan solishtiring. Lekin faqat kartaga tushgan summani emas, rasmiy pensiya miqdorini ham bilishga harakat qiling. Keyin hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya tayinlanganda hamma ish davrlaringiz kiritilganmi? Sizda keyin topilgan qo'shimcha hujjat bormi? Familiya yoki sanalarda xato bormi? Agar shubha bo'lsa, yozma murojaat tayyorlang. Agar siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz, hozirdan tayyorgarlik boshlang. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni tekshiring. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotini oling. Rasmiy ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtiring. Ish beruvchingizdan siz uchun to'lovlar to'g'ri ketayotganini so'rang. Rasmiy ishlashdan qochmang, chunki pensiya hisobida aynan rasmiylik muhim. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizga yordam bering. Ular ko'pincha bor narsam shu deb yuradi, lekin hujjatlarni bir ko'rib chiqsangiz kamchilik chiqadi. Birgalikda papka tayyorlang. Shaxsiy hujjatlar, mehnat hujjatlari, arxiv ma'lumotlari, pensiya tayinlanishi bo'yicha qaror yoki ma'lumotlar, bank rekvizitlari, murojaatlar nusxasi. Bu tartib keyingi har qanday jarayonda yordam beradi. Bugungi asosiy fikr shuki, pensiya islohoti, indeksatsiya va qayta hisoblash masalalarida eng kuchli himoya bu xabardorlik va hujjatlarning tartibli bo'lishidir. Kimdir avtomatik oshirishdan foyda ko'radi, kimdir qo'shimcha hujjat topshirsa pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Kimdir esa xatoni vaqtida tuzatmasa, o'ziga tegishli summani yo'qotib qo'yishi mumkin. Men sizlarga maslahat beraman, kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni aniqlang, pensiya tarkibini tushuning. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar va allaqachon pensiya olayotganlar bu masalani jiddiy qabul qilishi kerak. Sizningcha pensiya tizimida eng katta muammo nima? Hujjatlarmi, miqdorning kamligimi, indeksatsiya tartibimi yoki idoralarda tushuntirish yetishmasligimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensiya yoshiga yaqin insonlar bilan albatta ulashing.